Azizlar, mana ko'rib turganingizdek bugun juda bir chiroyli bir ko'rkam joylardan albatta. Bugun sizlarga men yangilik aytmoqchi edim. Bu davlatda aytishliklarga juda ham katta sharoitlar bor ekan. Humoyun aka, aytishliklarga ma'lumot berib o'tib ketasizmi? Shunday, bu orolda aytishliklar uchun juda ham katta imkoniyat bor. Faqat bu keyingi videolarimizda. Lekin Dilbirga bu ham juda ham keyingi videolarimizda albatta to'liq ma'lumot beramiz. Azizlar, sizlar bilan biz har doimgidek Humo va Shahzod deylik-ku. Bugun xudo xolasa Malta orolini mana bir chekka tomoniga keldik. Bu yerda Malta tugaydi. Malta tugamaydi. Mana shu biz turgan orol tugaydi. Undan nariyog'ida Viktoriya Goza degan orol bor, lekin u orol haqida men uncha ko'p ma'lumotga ega emasman. Bu yerda Humoyun akam bor, ancha yillardan beri yashaydi, istiqomat qiladi. Humoyun akam sizlarga qisqa tushuntirib o'tib ketadi. Bu Camino'dan Gozo o'zini ajoyib bir sohillari bilan, qumli sohillari, qumli plyajlari bilan juda ham mashhur. G'arb tomonga o'tib, yaxshi videolar taqdim qilamiz. Albatta, davay. Akajon dedi-ku, insonsiz. Xo'p, bu orol O'rta Yer dengizidagi eng yagona orol. O'rta Yer dengizida joylashgan, inglizchasiga Mediterranean Sea. Orolning nomi Malta orollari. O'zining ko'm-ko'k sohillari bilan ham mashhur. Bu Camino tarafida joylashgan. Kemada borgan payti suv osti tiniq ko'rinib turadi. Qisqa qilib aytganda, tekin Yodamarin, tekin. Cho'milib boradigan joy ekan lekin aka. Hey, gabi yo'q lekin bor.